Assalomu alaykum, hurmatli Mebel 847 kanali a'zolari va yangi kelgan mehmonlar. Yana keyingi buyurtmamiz haqida ma'lumot berib o'tib ketaveramiz. Xo'p, bu eshigimiz 2 mm PVC dub Chesterfield laminatdan foydalandik. Xo'p, mana yonlari ham 2 mm PVC qilingan. Ya'ni PVC bu nima? Lenta deyiladi, kompyuterda qo'yiladi. Xo'p, bu esa kichkina shkafchamiz hisoblanadi. Mana ichki holatini ham ko'ringlar. Bir tomoni uzun eshik, ikki tomoni ikkita eshikli bo'ladi-da. PVC'sini ham ko'rsatib qo'yaylik. Xo'p, 36 sm, bunaqasiga 72, bo'yiga esa 1.40. Hozir eshik o'rnatilgan holatini ham ko'rsatib o'taman. Bu tomonida polka holat, bu tomonda uzun eshik qo'yilsin deyildi. Mana endi eshikli holati, mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, hamma materialimiz shagr materialdan qilingan. Mana shanrlari ham dabotchiklik shanr hisoblanadi. Aytsat firmasiga tegishli. Mana o'zi sekin tortib ketadi. Ruchkalarimizga keladigan bo'lsak, nejivika ruchka. Xo'p azizlar, bizni kuzatishga davom eting. Bundan-da qiziq bo'lgan buyurtma haqida ma'lumot berib o'tamiz. Narxi qiziq bo'lsa, kommentariyada plyus belgisini qoldiramiz. Albatta biz javob qaytaramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.